Assalomu alaykum Andijon mebel kuzatuvchilari. Mana bugun bizni graf degan yong'oq stollarimiz tayyor bo'ldi. Shunga qisqacha arzonlarni qilib o'tamiz. Xudo xolasa bundan chiroyli videolar qo'yishga harakat qilamiz. Xo'p, bularimiz 100% yong'oq. Gullarini ko'ryapsizlar mana. O'ta go'zal holatda chiqqan. Materiallari, tugmalari o'ziga moslangan, xudo xolasa. Trex mana 3D materiallar qo'yilgan. Oyoqlari 9lik. Xudo xolasa 100% yong'oq. Xudo xolasa hamma yo'g'i cho'tki ideal holatda mana. Ko'rib ko'rasizlar orqa qismlarini ham. Sidinalari ham katta 12 sm qo'yilgan. O'ng chekalari mana ko'rib ko'rasizlar. Chayon tumbasidan qo'yilgan. Akvanillari ham mana holatlari o'ta go'zal. 320 ga 120 lik. Xo'p, bu ishimizni o'zimizni Marg'ilon shahriga qilib berdik. Hozir tashlab kelamiz, xudo xolasa dastavkalarimizni yetkazib beramiz. Uyda ham bir qator arzonni qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Like bosib podeshka qilib qo'yasizlar. Ekranning past qismiga nomerlarni qo'yib qoldiramiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar bo'lsa. Mana ko'rib ko'rasizlar. Like bosamiz, like. Baho berib, kommentga yozib qoldirasizlar o'z fikringizni.